Sentven texnologiyasi. Bu 5 qator qofiyalanmagan she'r. Kamoliddin Behzod haqida. Tayyormisiz? Demak, topshiriqni kitobxonlar jamoasida Shohjahon bajardi. Demak, birinchisi Kamoliddin Behzod, birinchi qator, ikkinchi qator chiroyli, kuchli, uchinchi qator chizadi, bo'yaydi, yozadi, to'rtinchi qator Kamoliddin Behzod buyuk musavvir, to'g'ri, beshinchi qator rassom. Rassom, barakalla. Demak, birinchi qatorimiz ot edi, Kamoliddin Behzod. Ikkinchi qator ikkita sifat topdik. Uchinchi qatorimiz 3 ta fe'l. To'rtinchi qatorimiz 4 ta so'zdan iborat gap. Beshinchi qatorimiz sinonimi rassom. Barakalla, Shohjahon ham 5 ballni qo'lga kiritdi. Barakalla.